Buni qaytar dunyo deydilar. Azizlarim, erimga ishonasizmi? Iltimos ishonmang. Faqat yolg'iz Allohga ishoning. Men bu gaplarni chin dildan yozyapman. Boshimdan o'tkazgan voqealarni eslab yozyapman. Rahmatli onam Sharofatxon otin turli xil irim-sirimlarga ishonmas edilar. Men ham onamning o'gitlarini qulog'imga quyib olganman. Xullas, bundan bir necha yillar oldin, u paytda ancha yosh edim. O'g'lim bilan 10 yil bir sinfda o'qigan qiz bilan oldimizdagi bozorchada uchrashib qoldim. Yonida o'g'ilchasi. Qizligida ancha ozg'in, qotmadan kelgan qiz edi. Endi ayollik nuqsa urib ancha ko'rkamlashibdi. Salom alikdan so'ng u onasini ko'rgani kelganini aytdi. Qizning ismi Zamira edi. Qibrayga kelin bo'lib tushganini-yu, turmush o'rtog'ining boy va badavlat ekanini gap orasida bilib oldim. Xo'jayinimning zo'r opalari bor, juda mehribon. Ularning turmush o'rtoqlari tamojniyada ishlaydi. Mening erim ularning qo'llarida. Xullas, tamojniyada pul ko'p ekan. Bahonada biz ham yangi uy qurdik, mashina oldik. Zamira nega menga bu haqida gapirayotganini tushunmay turgandim, oxirida bilib oldim. Hafizaxon opa, siz jurnalistsiz, yoshlar bilan ishlayapsiz. Demoqchi bo'lganim, shu qayin opamlarning zo'r qizlari bor. Yoshi 21da. Akusherkalikni bitirib, tug'ruqxonada ishlayapti. Har holda qo'lida pul bor. Akusherkalik ham daromadli kasb ekan. Suyunchi puli, shokolad, gullar har smenada quruq kelmaydi. Omadini bersin Zamiraxon, shoshib turuvdim. Uzr, sizni gapga tutib qoldim. Aytmoqchi bo'lganim, hamkasblaringiz orasida uylanmagan yigitlar bo'lsa, shu qizimni aytsangiz. Olgan yigit ham boy bo'lib qolardi-da. Shu gapdan ichim g'ash bo'ldi. Qaynotaning boyligidan kuyovga nima naf? Mayli, xayr. Oradan bir necha hafta o'tdi. Aksiga olib, yaqin bir tanishimga kelin topish kerak bo'ldi. Aslida o'g'lini ko'ngli bo'lmagan qizga zo'rlab uylantirgandi. Baribir yigit xotini bilan yashashni istamadi. Kelinchak oliy ma'lumotli, yaxshi bir xonadonning qizi edi. Tanishim kelinidan ajralishni istamay, yonimizdagi masjid domlasiga naqd 7 marta dam soldirdi. O'g'limning ko'ngli xotiniga isisin deb ancha puli ketdi. Ammo yolg'on taqdir ekan. Kelin kuyov ajrashdi. Vaholanki yigit ham qiz ham suysa suygulik, bir-biriga mos yoshlar edi. Natijada tanishim kelinlikka qiz qidira boshladi. U mendan ham jiyanlaringizda qiz bor edi degan edi. Men qizlarni uzatib yuborganimizni aytdim. Shu vaqt kutilmaganda o'g'limning sinfdoshi esimga tushdi. Tanishim ham qiz hamshira bo'lsa yaxshi edi degandi. Akusherka qizni daragini aytdim. Tanishim o'zini bilan sovchilikka boribdi. Qizning onasi ham yoqibdi. O'g'lini ham olib borgan ekan, qizning otasiga ma'qul kelibdi. Endi bir asosiy vazifa qolibdi. Yigit va qizning uchrashuvi. Yigit uylanganligini, xotiniga ko'ngli bo'lmay 3 oy ichida rasman ajrashganini bo'lajak qaynotaga ham aytibdi. Qiz tomon rozi bo'lib, qizini uchrashuvga chiqarishdi. Qiz juda dilkash, ko'ngli ochiq qiz ekan. Birinchi uchrashuvdayoq yigit ko'nglini rom etibdi. Ammo oradan ko'p o'tmay qiz aynibdi. Qizning ota-onasi hayron, nima jin urdi. Oliy ma'lumotli yigit, ko'rinishi ham yoqimli. Nima bo'ldi qizim? Qancha sovchilar keldi uyimizga. Men onasini, dadang bo'lajak kuyovlarni ko'rdim. Ammo shu yigitni yoqtirdik. Sababini aytgan bo'lmasa. Ishxonadagi hamkasblarim-ku mayli, ammo mahalladagi dugonalarimdan uyalaman. Kelib, shundoq qiz xotin qo'yganga tegibdi deyishdinmi? Men buni istamayman. Nima bo'libdi ajrashgan bo'lsa? Avval boshdanoq xotiniga ko'ngilsiz bo'libdi. Atigi 4 oycha yashashgan. Hatto o'rtada bolasi ham yo'q. Yana o'ylab ko'r qizim, tagili-tugili, nasli toza yigit ekan. Oradan hafta o'tdi. Qiz yana bir marta uchrashib ko'ray deb qo'ydi. Ikkinchi uchrashuvga tanishim meni ham taklif etdi. Hafizaxon opa, siz har qalay yoshlar bilan ishlaysiz. Yoshlarning tilini tushunasiz. Birinchi
qiz nimaga rozi bo'lmabdi? Yuz xotir degan gaplar bor. Mayli, siz bilan chiqaman. Avval o'g'lingizning ko'nglini ham bilaychi. Uchrashuvga chiqdik. Yigit va qiz bog' oralab ketishdi. Biz ayollar skameykaga o'tirib yoshlarni kuta boshladik. O'g'lingiz tuppa-tuzuk yigit edi-ku. Mahallada ko'pchilik kuyov qilishni orzu ham qilgan edi. Nimaga tez ajralishdi? Keliningiz yo'qmadimi? Kelinim Toshmiyning 6-kursini bitirayotgan edi. A'lochi edi, ba'zanda ozoda. Ishonsangiz, charlarning ertasiga cho'zma lag'mon pishirib, ovsinimlarni ham mehmon qildi. Xamir ovqatga usta ekanda. Ajratmaslikning yo'lini topmadingizmi? O'g'lingiz gapingizni ikki qilmaydigan yigitligini bilaman. Ishonsangiz, oldimizdagi masjidga chiqib 3 marta emas, naq 7 martalab o'qitdim. Kiyimlariga dam soldirdim. Baribir bo'lmadi. Ko'ngil degan narsa sira ilimadi. Mana endi oddiy hamshira qizni yoqtiryapti. Ko'ngil deb to'g'ri aytdingiz deb gap boshlagandim. Yoshlar kelib qolib suhbatimiz uzildi. Qiz onasi va kelinoyisi tarafga ketdi. Yigit esa yonimizga o'tirdi. Qiz ma'qulmi o'g'lim? Yomon emas, ochiqqina ko'nglimdagi qiz ekan. So'raganning aybi yo'q. Salkam vrachlik diplomini oladigan qizdan nega ajralgansiz? Onangizga yoqqan ekan, ba'zanda ozoda edi deyaptilar. To'g'ri. Kelin odamlarga ham yoqqandi. Qon bosimlarini o'lchab qo'yardi, parhez taomlar tayyorlardi. Ammo menga yoqmadi. Nimasi yoqmadi? Rus maktabida o'qigan edim. Institutda ham rus guruhida o'qigani uchun ko'proq ruscha fikrlardi. Qisqa qilib aytsam, dunyoqarashimiz to'g'ri kelmadi. Ammo unga o'ziga o'xshagan yigit topilsa baxtli yashaydi. Shu payt qizning onasi meni chaqirdi. Qizi kelinoyisi bilan nimanidir bahslashardi. Tinchlikmi? Qizim yana ko'nmayapti. O'zingiz bir gaplashib ko'ring. Mana, xiyobonning orqa tarafidagi o'rindiqda qiz bilan o'tiribman. Qiz chindan dildor qiz ekan. Qizim, qani menga yashirmay ayting, nima gap? Yaxshi ekanlar, ochiq, hazilkash. Unda nega xo'p demayapsiz? Qora dog'lari borligi uchun. Qora dog'i bor deysizmi? Bu haqida eshitmagan ekanman. Ha, qora dog'. Oq dog'ni eshitganman, ammo qora dog'ni bilmas ekanman. Bu gapni kimdan eshitdingiz? Tushunmadingiz. Qora dog' deganim uylanib ajrashganlari. Bildingiz? Tavba, uylanib ajrashganlarni shunday deyishadimi? Hamma emas, men deyapman. To'g'risini aytsam, ko'nglim tortmayapti. Qiz shu paytda juda sovuq ko'rinib ketdi. Menga qarang qizim. Bunday haqoratli so'zni ikkinchi tilingizga olmang. Qora dog' desangiz, badanida biror yara chaqasi bor ekanmi debman. Uylanib ajralgan bo'lsa u taqdir. Uni qoralashga hech kimning haqqi yo'q. Yolg'on taqdir ekan. Siz o'zingiz kelajakda qanday ayol bo'lasiz, bu faqat Allohga ayon. Siz bugun oila degan oltin darvoza yonida orzular bilan turibsiz. Hali ichkariga qadam bosganingiz yo'q. Darvoza ichkarisida nima bo'ladi bila olmaysiz. Onalik baxti nasib etadimi, etmaydimi? Shu yigitga o'xshagan o'g'il ko'rasizmi yoki yo'q, yoki befarzand o'tarsiz. Xudo ko'rsatmasin. Mayli, meni dilimni ham rajintingiz. Shunday dedim-u, tanishlarim oldiga chiqdim. Qiz baribir o'z fikrida qoldi. Azizlarim, voqea nima bo'ldi dersiz? Qizning otasi tamojniyda ishlashini aytgan edi. Oradan ko'p o'tmay, badavlat xonadonga yaxshi bir yigitga turmushga chiqdi. Tanishimning o'g'li ham o'rta maktabni bitirgan qiz bilan oila qurdi. Oradan 5 yil o'tdi. O'g'limning sinfdoshi bo'lmish Zamirani yana uchratib qoldim. Salomlashib, hol-ahvol so'radim. Ammo qiz haqida og'iz ochmadim. Menga nima keragi bor uni? Ammo Zamiraxonning o'zi shu yillar ichida ro'y bergan voqeani so'zlab berdi. Qaynisinglim yaxshi oilaga kelin bo'ldi. Qaynona va qaynotalarning hurmatini o'rniga qo'ydi, ammo to'yi bo'lganiga 6 oy deganda kuyovimiz Chorvoq yo'lida avariyada halok bo'ldi. Dildora homilador edi. Farzandiga Yodgora deb ism qo'ydi. Erining yili o'tgach, uyiga qaytib kelmoqchi edi, qaynonasi unga ruxsat bermadi. To'g'risi, boy kelinni qo'ldan chiqargisi kelmay, o'rtancha o'g'liga nikohladi. Qizimiz qaynisidan ham bir qizchalik bo'ldi. Ammo ko'p o'tmay qaynisi undan voz kechdi. Kelinoyim bilan boshqa yashashni istamayman. Hamma o'rtoqlarim ustimdan kulyapti. Menga kelinoyimning adalari sovg'a qilgan mashina ham kerak emas. Men juvonga uylandim. O'zim orzulagan qizga uylanaman deb uydan chiqib ketdim. Undan ham bir qizi bor.
Hozir u ikki qizi bilan uyida, bolalariga onasi qarayapti. Zamiraning so'zlarini eshitar ekanman, quloqlarim ostida faqat bir so'z jaranglardi. Bu yigitning qora dog'i bor. Ishqilib o'ziga ham biror kimsa aytmasin-da, sening bir emas ikkita qora dog'ing bor deb. Alloh asrasin.